Uzun HTML dersligi 5. ders HTML abzas va qurtashlash. Darslikning asosiy mazmuni 1. HTML abzas. HTML abzas p xat kuchi orqali belgilandi. Pinla ishlatib oxirgi xat kuchini yozmasaqmi odatda tor ko'rgishlar o'xshashli tuniydi. Uni abzas ayirishga ishlatamiz. Qurtashlashga maqolalardagi xat kuch buyrug'ini ishlatish ancha yaxshi odat emas. Shunga yangi qurg'u yetkazish uchun BR xat kuchini tavsiya qilamiz. Avval abzas haqidagi amaliy misolni ko'rib boqaylik. Bu bir abzas. Bu bir yangi abzas. İki abzasni to'r ko'rgich orqali unumini ko'rsak, mana ikki abzas holatda chiqdi. Ikkinchi HTML qurtashlash. HTML qurtashlash xat kuchiga BR orqali aniqlik beramiz. Uni odatda bir abzas ichida qurtashlashga ishlatamiz. BR elementi etish xat kuchi va xat kuch mazmuni bo'lmagan bo'sh mazmunli xat kuch hisoblanadi. Buningga bir amaliy misol ko'rib baqsaq, aslidagi bu bir abzas degan qisminingki, bu birning keyni, yangining keyniga ikki dona qurtashlash buyrug'ini bergandan keyin tor ko'rgishda unumini ko'rsak, bu bir yangi abzas holatda bu yerda birdan qurtashlanib mangdi. BR bilan BR, ya'ni oqida yantu siziq bor BR'ningki ikkisining farqi. Biz odatda buni hozir tor ko'rgishlarda ishlatsak, o'xshash unumga erishamiz. Lekin XML, XHTML shunday kelgusidagi HTML nashrlarda etish xat kuchi bo'lmagan xat kuch ishlatishga bo'lmaydi. Shunga yantu siziq qo'shish orqali bu bo'shliqni to'liqlaymiz, ya'ni BR'ningki oqiga yantu siziq qo'shish orqali mushkul etish uchuri borligini eskartamiz. Shunga BR'ni ishlatish da mavi oqidagi yantu siziq holatdagi BR'ni ishlatish eng oqilan usul hisoblanadi.